Hurmatli Prezidentimizning 2025-yil 27-dekabrdagi 393-sonli qaroriga asosan Chilonzor tuman Kichik Xirmontepa MFY hududida joylashgan 400-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini mukammal ta'mirlash etib belgilangan. Bu tashkilotimiz juda eski, 1968-yil qurilgan bo'lib, shu kungacha bu tashkilotimizda faqat joriy ta'mir ishlari amalga oshirilgan. Bu binomizda santexnika, kanalizatsiya, umuman olganda butun kommunikatsiya juda achinarli holga kelgan edi. Mana shu qurilish davomida biz kommunikatsiya ishlarini yangiladik. Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha binomizning tom qismiga 30 kilovatli quyosh paneli o'rnatdik. Bundan tashqari 200 litrlik 4 dona geliya kollektor, ya'ni suv isitish o'rnatdik. Binomizning to'liq fasad qismi bazalt qoplamasi bilan to'liq qoplandi, izolyatsiya qilindi. Bugungi kunga kelib qurilish ishlari 100% yakunlangan. Tez kunlarda maktabgacha ta'lim tashkilotimiz o'z faoliyatini boshlaydi.